ichkarini gradus 9, 10, o'rtacha 11 gradus. Xo'p, mana abratkasi 35 gradus, 17 soat boringki, plyusimiz 15 soatga yetdi deb. 43, o'rtacha 40-43 bemalol turadi. Tashqarini gradusi ko'rsatamiz. -4. Assalomu alaykum. Qadrli Katyol House kuzatuvchilari. Biz kech kirganda tungi reyd yeganmiz. Qorong'i ko'rib turibsizlar. Qorong'i keldi, mana pomidorlar ekilgan. Bugun 14-yanvarga xudo xolasa video qo'yiladi. 13-yanvarga kechga syomka qilyapmiz mana. Biz kelganimizni aytdimmi, bitta joy kelganmiz. 4,5 sotik joy. Katta yo'l berganmiz. Kechga qanaqa ishlayotgani haqida bir qator sizlarga ko'rsatib, ochiq oydin qilib ko'rsatish maqsadida kelgan. Ko'chatlar ekilgan, xudo xolasa ko'z sevmasi o'ta go'zal. Mana hozir o'chiramiz. Ichkarini lazerni o'chirib, ichkarini gradus 9, 10, o'rtacha 11 gradusdagi ichkari paneli bu burchagi. Xo'p, 10 gradus mana ko'rib turibsizlar. Bu yoqlari 12, 10, o'rtacha 11 mana. Xo'p, bu pomidori yangi ekilgan. Ashuna hisobidan 10-12 orasida ushlaydi deb dehqonga maslahat berilgan. Katta yo'lda gaz yonyapti, ochiq ko'rsatamiz. Ichkari 10 gradus. Padachi mana chiqayotgan. Padachi mana izamiz. Ko'rib turibsizlar. 40 gradus padachidan chiqyapti, tarqayapti. Xo'p, mana abratkasi 35 gradus, 35,5 gradusda mana qaytib ketyapti. 40 gradus suv kirib 35 qaytib ketyapti akalar. Ichkarimiz hozir ko'rsatamiz. Ichkari -3, -5 orasida, tashqari -5, -3 orasida bo'lyapti ekan. Ichkari +11 gaz yoqyapti ekan shu joyimizga. Hop, 4,5 sotikka gaz o'chib ko'mirdi deydi. 100 kilogramm ko'mir soldik. Xohlasa 17 soat boringki, plyusimiz 15 soatga yetdi deyapti. Ichkarini shu holatda ushlab bering. Endi mana yangi ekkan gradus bir xil ushlab berish kerak ekan. Shu holatda bo'lgan. Gradusni ko'rsatamiz. 11 gradus ichkari, 10,5-11 gradus ko'rsatyapti. Shu holatda bo'lgan. Katta yo'limiz biz kutgandan ham zo'r natijani olganmiz. To'g'ri, endi 4,5 sotikli joyga 6 sotikli katta yo'lni maqsad berdi-ku, lekin rasxodlari zo'r, gazni ham zo'r, o'zida issiqlik ushlab qolishi ham zo'r. Hozir sekin tashqariga chiqib bir qator sizlarga ko'rsatib o'tamiz akalar. Hop, katta yo'limizni gazga qanaqada ishlaydi deganlar uchun maxsus gaz ko'ramiz. 260 gaz yonyapti. Endi mo'ridan chiqib ketgan. Turbasini ushlab turadi deganlar ham 43, o'rtacha 40-43 bemalol ushlab turadi. Bu degani yetor issiqlik zo'rroq bo'lyapti. Shuni ham to'g'rilaylik. Katta yo'lda qarayveramiz. Gazda yonyapti. Gazda chiqishi zo'r. Ko'mir endi 1-2 kun yoqib ko'rgan. 100 kiloda shu 4,5 sotikka 16 boring 15 soatdan deylik. Zo'r natija olsa kerak. Hamma yo'q bo'ladi. Tashqarini gradusi ko'rsatamiz. -4 tashqari. Mana -5-4 bo'lyapti. Hozir ko'ryapti. Xo'p akalar, hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lganim shu. Albatta video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni kutib qolamiz akalar. Biz kuzatishda davom etinglar. Rahmat e'tibor uchun.